Mana dengiz. Assalomu alaykum. Biz Chorboqdamiz. Chorboqqa kelgandik. O'zimizni mahsulotni ko'rib olib, bir obzor qilmasak bo'lmaydi, to'xtadik. Ko'rishingiz mumkin, grill apparatimiz. O'sha turistik bilan bir xil bo'lib ishlab chiqariladigan grill apparatimiz Chorboqda. Ko'rishingiz mumkin, juda mukammal qilib ishlab chiqarilgan grill apparatimiz. 220 ga ishlaydi. Ham tokka, ham gazga ishlaydigan grill apparatimiz bu. Bu Turkiya Pemak firmasi bilan bir xil ishlab chiqarilgan. Har doim aytib kelganmiz buni. Xo'p, bunga ketadigan tovuqlar 12 ta katta tovuq, 15 ta kichkina mayda tovuqdan ketadi. Buning qulayligi shundaki, xo'p, bu propanga ham, metanga ham ishlaydigan qulaylikka ega. Ya'ni bu gapimiz bilan biz eng originali bizda deymiz. Ko'rishingiz mumkin, tovuqlarning terilgani holati, stiliga bitta baho bering. Juda ajoyib grill apparat. Akamiz aytdiki, bizga bugungi kunda grillning orqasidan yaxshigina daromad qilayotgani haqida ma'lumot berib o'tdi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda is gaz friturlarimiz, turistik. Kimga shunaqangi grilllarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Eslatib o'tamiz, bizning mahsulotlarimiz keng ko'lamli.